Giyohvand modda sabab qamalgan va bir necha marta o'limdan qolgan xonanda Abdulla Qurbonov 48 yoshda. Abdulla Qurbonov nafaqat ijodi, balki san'atdan tashqari hayot bilan ham tez-tez tilga tushadigan xonanda hisoblanadi. Shu bilan birga uning hayoti mashaqqatlarga va ziddiyatli vaziyatlarga juda boy. Xonanda 1976-yilning 2-sentyabr kuni Akbar Qurbonov xonadonida dunyoga kelgan. Serfarzand oilada 9 o'g'il va qiz farzand voyaga yetgan. Ular orasida Abdulla Qurbonov ham bor edi. Garchi oilasida san'atkorlar bo'lmagan bo'lsa ham, u bolaligidan san'atga mehr qo'ygan. U ilk marta 1987-yil akasi Doniyor Qurbonovning to'yida qo'liga mikrofon olib qo'shiq kuylagan. Uni zimdan kuzatib turgan xonanda Muhriddin Xoliqovga uni shogirdlikka olishini so'rashadi. Bir shartim bor, agar arab tangosini ijro etishni uddalasa, uni shogirdlikka olaman degan javobni olgach, xonanda qo'shiqni qunt bilan o'rganadi. Muhriddin Xoliqov uni shogirdlikka olib, to'y xizmatlariga o'zi bilan olib boradi. 1990-yili Xalqlar do'stligi san'at saroyida yosh estrada qo'shiqchilarining ko'rik-tanlovi o'tkazilgan. Ishtirokim ko'pchilikka ma'qul bo'lgan. Muhriddin Xoliqovning duolarini olib Farruh Zokirovga qo'ng'iroq qilganman. Meni shogirdlikka oling deganman. U paytlarda Farruh Zokirov va Yalla guruhining nomi butun dunyoga tanilgan. Mashhurlik borasida uncha-muncha xonanda ularga teng kela olmasdi. Muhriddin Xoliqovning maslahatiga kirib arab tangosini o'rganganim qo'l kelgan va 1991-yili Farruh Zokirov jamoasiga shogirdlikka qabul qilinganman. 5 yil davomida qo'shiqchilik sirlarini o'rganib, Yallaning ko'plab konsertlarida ishtirok etganman deydi Abdulla Qurbonov. Abdulla Qurbonov qiyinchiliklarda o'tgan bolalik yillarini quyidagicha eslaydi. Katta ro'zg'orni tebratish oson bo'lmagan. Keyinchalik otam navoiychilikni tashlab taksoparkka ishga kirgan. Sariq sigirni soqib sizlarni boqqanman desa, sigirimiz yo'q-ku deb hayron bo'lardim. Keyinchalik bilsam, dadam sariq sigir deganda taksi mashinasini nazarda tutgan ekan. Onam esa ro'zg'or ishlaridan ortib navoiychilik ham qilardi. Men ularni bozorga olib chiqib sotardim. 50 ta non yopish uchun otash olov bo'lib yonayotgan tandirga shuncha marta kirib chiqishga to'g'ri kelardi. Boyib ketsam, onamni ishlatmayman deb niyat qilardim. Shukrki, ularning bari amalga oshdi deydi xonanda. 2002-yili xonanda avtofalokatga uchraydi va jiddiy jarohat oladi. Xonanda bu holatni suiqasd deya baholaydi. Erta tongda oilam uchun Ko'kcha bozordan non, qaymoq olib, bir do'stim sovg'a qilgan Nexia mashinasi to'kan bilan uyga qaytayotganimizda ko'p qavatli uylar orasidan chiqqan Moskvich yo'limda turib oldi. To'qnashuvdan saqlanib rulni burganimda mashinam dumalab ketdi. Moskvichda o'tirgan 4 yigitning hech biri yordam bermay ko'zdan g'oyib bo'lishgan. Uyushtirilgan bo'lmaganda ularga zarar yetkazmaslik maqsadida jonimizni xavfga qo'yganim uchun rahmat evaziga yordam berishi kerak emasmidi deydi xonanda. Xonanda giyohvand modda sabab ozodlikdan mahrum etilgan. San'atkorning so'zlariga ko'ra, yaqin tanishlardan biri uni to'yga chaqirish bahonasida uyiga mehmonga kelganda qo'shiqchining rad etishiga qaramay, unga giyohvand moddani hadya tariqasida bergan. Abdulla Qurbonov avvallari bu narsani to'ylarda ulfatlar bilan o'tirishlarda qabul qilganini tan oldi, lekin o'sha paytda tashlaganini, sog'lig'i ham ko'tarmasligini ta'kidlab o'tdi. Oradan 5-10 daqiqa o'tgach xodimlar kirib keldi. Tan olishim kerak, oldinlari chekkan bo'lsam chekkaman, lekin men ularga buni olib kelinglar demaganman. Buni zalda ham aytganman. Ammo qonun hamma uchun bir xil ekan. Giyohvand modda sabab qamalganman deydi Abdulla Qurbonov. Xonanda Qashqadaryodagi jazoni ijro etish muassasasida muddatini o'tayotganda faqatgina Yulduz Usmonovani ko'rgani, borgani va uning gaplari katta kuch bag'ishlagani haqida so'zlab bergan. Shuncha san'atkorlarning ichida Yulduz Usmonovaning mard taraflaridan bittasi qamoqda ekanimda Qashqadaryodagi qamoqxonaga meni ko'rgani borgan ekanlar. Qamoqxonaga borib rahbarlarni chaqirib, shu bola mening bolam dey. Mening ukam, men eng yaxshi ko'rgan san'atkorlardan bittasi bu. Unga e'tiborni jiddiyroq qilinglar, bu hali xalqqa kerak. Har xil gap so'zlar eshityapmiz, ishqilib bolaga tazyiqlar yo'qmi, hech qanaqa zulmlar yo'qmi deb mendan xabar olishga borgan. Mayli, odamning narsasi emas, odamning e'tibori muhim. Qancha san'atkorlar bo'lgan o'sha payt, qo'rqqan hammasi, xuddi menga yaqinlashsa ularni ham qamab qo'yadigandek tuyulgan ularga. To'g'risida qo'rqqan, odamlardan emas, Xudodan qo'rqishsin. O'sha payt Yulduz opa hech nimadan qaytmasdan Qashqadaryoga jamoa bilan borgan ekanlar. Mening qaysi qamoqxonada ekanligimni surishtirishgan. Meni rahbariyatga chaqirib, Yulduz Usmonova senga kim bo'ladi deb savol berishganda men xavotirda bo'ldim. Nima balo, opamga ham bir narsalar bo'lganmikin degan fikrda bo'lib turganimda o'ylaman, qo'rqma, xavotir olma. U odamga hech qanaqa yomonlik qilmaymiz, to'g'ri ma'noda so'rayapmiz, kim bo'ladi deganda men opam bo'ladilar, hurmat qilaman, nima gap desam, shu yerga keldilar, lekin qonun doirasida uchrashtirish mumkin emas, nimagaki familiya to'g'ri kelmaydi, faqatgina oilangga ruxsat, boshqalarga mumkin emas degan qonun bor deyishganda, ular ham opa ham to'g'ri tushunganlar. Mayli, faqat mening shaxsiy iltimosim, mening kelganimni chaqirib, mening nomimdan 2 og'iz hol ahvolni so'rab qo'yinglar deganlari katta e'tibor.
Ko'ryapsizmi e'tiborni? Misol, menga jonlari achib nima uchun borganlar, qaysidir jihatim opaga xush kelgan, qaysidir xarakterimni yaxshi ko'rgan. Ayol kishi boshi bilan uncha-muncha erkak kishi qilmagan mehrni bergan shu odam. Shuning uchun ham opani yaxshi ko'raman deydi Abdulla Qurbonov. Xonanda ko'plab suhbatlarda avtofalokatga uchragan yoki qamalgan paytida ham ayoli va onasining daldasi katta kuch bag'ishlagani haqida aytib o'tgan. Jazoni o'tash muassasasida o'tgan 3 yil davomida o'zimdan o'tgani faqat o'zimga ayon. Bunday paytda onamning duosi va rafiqamning qo'llab-quvvatlashi menga kuch bag'ishladi, deydi xonanda. Xonanda intervyularining birida bir o'limdan qolgani haqida ham so'zlab bergan. Otimning o'lishini bilganimda bir qop kepak almashgan bo'lardim deyishgan. Boshimga tushgan sinov haqida ham beayb Parvardigor, har bandada bir ayb bor. Mening aybim to'qligimdir, to'qligimdan sho'xligimdir misrali qo'shiq hozirlayapman. Bir yomonning yaxshisi bor. 2013-yilda chet elda yashaydigan do'stim Jaloliddin bilan qo'ng'iroqlashdim. Oktyabrda ikkovimiz oilamiz bilan bir oy kemada sayr qilishga kelishdik. Rafiqam 4 farzandimni olib Floridadagi Disneylandga olib borishni ham reja qilib, 1 yilga viza oldik. Lekin 27-avgust tarixi zarvaraqlarda emas, yuragimda o'chmas dog' bo'lib qoldi. O'sha sanada menga nisbatan jinoiy ish ochilib, chet elga bora olmaganmiz. Radioda esa biz sayr qilishni reja qilgan kema halokatga uchraganini eshitdim. Oilam bilan bir o'limdan qolganman-da, dedi xonanda. 2002-yil 16-fevralda qo'shiqchining ichki ishlar boshqarmasida bezorilik qilayotgani haqidagi video tarqaldi. Qurbonovning so'zlariga ko'ra, u Bo'stonliqdagi to'ydan keyin kafega borib, spirtli ichimlik iste'mol qilgan va janjalda qatnashgan hamda 10 sutkalik jazoga tortilgan. Bundan tashqari, xonanda Million jamoasi Ulug'bek Xolmedov, Jamshid Abduazimov va Jahongir Otajonovlar bilan ham jiddiy sammanga borgan. Ichki ishlar xodimlarini haqoratlagani ham ko'plab muhokamalarga sabab bo'lgan. Xonanda oilasi haqida gapirishni unchalik istamaydi. Hozircha faqatgina to'ng'ich o'g'li Muzaffar Qurbonov otasining kasbini davom ettirib, san'atda faoliyat yuritmoqda. Ammo hozircha ijodida o'ziga xoslik sezilgani yo'q.